Mana shu bemorlarimiz, juftligimiz 1 yil 2 oydan beri vaginizm bilan qo'shila olmagan juftlik edilar. Bular bir nechta joyda davolangandilar, lekin natija bo'lmaganligidan oxiri Allohning amri inoyati bilan bizga ko'rikka keldilar. Biz bularni davoladik. Davolardan bular natija oldilar va qo'shilish bo'ldi. Biz mana bugun gipnoz amaliyotini o'tkazdik. Hozir bular o'zlari haqida qisqacha ma'lumot beradilar. Mana birinchi erlari gapiradi, keyin ayollari gapiradi. To'g'risini aytsam, bu kasallik haqida umuman eshitmaganman. Hech qanaqa bir ma'lumotga ham ega emasman. Bu kasallikni o'zi birovga aytishga juda ham odam uyaladi. Birovdan so'rashga ham. Chunki hamma har xil tushunadi. Eplolmayapsanmi? Chunki hammaning fikri har xil. Lekin bo'lganda ham ko'zim yetmagan bu kasallikni davolanishiga. Chunki bilmayman bu kasallik qanaqaligini tasavvur ham qilib ko'rmaganman. Internetdan izlab shu kasallik haqida oxiri sizni topdik. Rahmat sizga, haqiqatdan ishonmaganim, sizga kelib mana amin bo'ldik davolanishimizga. Haqiqatdan rost ekan. Hamma shu aytilgan mashqlarni, berilgan mashqlarni, dorilarni hammasini o'z vaqtida qilinsa haqiqatdan bo'lar ekan. Ishonmaganim, haqiqatdan sizga kelib ishondim, mana davolandik. Juda ham zo'r effektlari. Bir ikkita giyohlardan qilib berilgan dorilar bor edi. O'sha dorilarni ayolingiz ichish jarayonida biroz ko'ngli aynib, boshi og'rigan paytda lecheniyani to'xtataman deb qo'ygandingiz. Men sizga shunda aytdim. Lecheniyani to'xtatib qo'yinglar, natija bo'ladi, xudo xohlasa dedim. Mana shu haqida gapirib bering. Boshida qiyinchilik bo'ladi. Shu giyohlar 100% tabiiy giyoh bular. Haqiqatdan 100% tabiiy. Boshida 4-5 kun birinchi ko'ngilni aynitib, boshni garangsiratib, boshni aylantiradi. Uyquchanlikni ham chaqiradi. Aslida shu ko'ngilni aynitib, boshni aylantiradi. Agar mana shu etapda 4-5 kun konkretni amal qilib shu qilishsa, shu ichsa to'xtatmasdan. Chunki shunday narsa bo'ladiki, yo bo'ldi, icholmayman, bo'ldi to'xtataman, hammasini shu yerda tugataman desa, yo'q bo'lmaydi. Agar shuni 4-5 kun mana haqiqatdan shu berilgan mahalda 3 mahal ichilinsa, haqiqatdan effekt bo'ladi 100%. Men o'zim boshimdan o'tgan uchun aytyapman. Endi siz o'zingizda bir hissiyotlaringiz haqida, mana vaginizm kasalligini siz bilmagansiz qiz bola bo'lib, turmushga chiqdingiz, vaginizm kasalligiga siz bilan to'qnash keldi shu kasallik. Eringiz bilan qo'shila olmay qancha depressiyada yurdingiz, qancha xavotirda, vahimada yurdingiz. Ro'zg'orim buzilib ketadi, ajrashib ketaman degan qo'rquvlar sizni chulg'ab olgandi. Bu kasallikdan davolanishdan oldin bu kasallik haqida va undan qutulishga qanchalik sizda ishonchingiz bor edi va endi mana davolanib bundan tuzalganingizdan keyin qanchalik sizda ishonch hosil bo'ldi? Kasallik haqida biz bilmaganmiz. O'zi bular aytdilar. O'sha birinchi kechamizda ham hattoki bo'lmaganidan juda ham tushkunlikka tushganmiz va bu narsa uzoq vaqt davom etyapti. Baribir biz O'zbekistonda yashaymiz, o'zbekmiz. Jamiyatni gapi, ota-ona, qaynona, qaynotalarni gapi, berimda bo'lmayapti degan gap so'zlar. Bular hammasi baribir ayol kishiga og'ir botadi. Lekin juft halolim ham oldimda turib, bu narsa mayli bo'lmasa ham bir umr birga yashaymiz, bola boqib qolishimiz mumkin, unaqa gaplarni qilib, men ko'nglim ko'tarardilar. Lekin ayni shu posteliga kelganimizda menda juda ham qo'rquv, juda ham kuchli bo'lardi. Men o'zimni nima deydi, xotirjam his qilsam ham gap ya'ni o'sha vinolarni ichib ham ko'rganmiz, har xil doktorlarga borib, har xil muolajalar olganmiz. Bunaqa qiling, unaqa qiling deyishgan, lekin baribir bo'lmaganidan, voy sizni videoyingizni ko'rib, vaginizm davosini davolarkan deb nima qilib, oxiri sizga keldik. Siz ajrasha qoling, boshqasiga uylana qoling degan gap so'zlar ham bo'lgan. Sizga kelib, shu ko'nglim qanaqa chopgan. Ko'p doktorlarga ham borganmiz, shu vaginizm degandan keyin bo'ldi. O'zi boshqa doktorlar ham, ginekologlar ham hech narsa yordam bermaydi. Men o'zimni uspokоить qilsam ham miyamdagi o'sha narsani chiqara olmayman deb boshqalarga ham tushuntirishga harakat qilyapman, lekin u narsani tushuntirib bo'lmaydi. Uni baribir miyasida o'rnashib bo'lgan narsani dorilar bilan, boshqa narsalar bilan oddiy ginekologlar davolab bo'lmas ekan.
siz oldingizga kelib boya giyohlarni ichibmiz, bola ham shoshqaloqlik qilib bo'ldi to'xtatamiz desalar ham yo'q deb ko'nglim aynib yotibdi ham yo'q iltimos to'xtatmaylik hali ko'rsatamiz o'sha ko'plar ishonmaganda yo'q bo'lmaydi shuncha pul ketdi havoga uchdi deb nima qilishyapti-yu, lekin yo'q ishonaman hal bo'ladi o'zlariga ishonch bo'lib gapiryaptilar deb nima qilib oxiri mana shunaqa natijaga erishdik. Tak, psixoterapiya va gipnoz haqida ikkovlaringiz ham ozgina qisqa o'zlaringizni tushunganlaringiz, shundan olgan xulosalaringizni berasizlar. Ayolingizda gipnoz o'tkazildi, siz ko'rib turdingiz. Sizda gipnoz o'tkazildi. Psixoterapiya sizlarga qanchalik yordam berdi? Quruq dori bilan bu kasallikni dori-darmon bilan davolab bo'lmaydi-da o'zi aslida. Psixoterapiya birinchi o'sha giyoh dorilar hammasi o'zining etapi, keyin psixoterapiya, keyin gipnoz. Mana shu psixoterapiya va gipnozdan olgan xulosalaringizni aytasiz. Seksoterapiya, psixoterapiya hech qanaqa bu yoqda qo'rqinchli proseslar yo'q. Qo'rqishga hech qanaqa hojat ham yo'q. Mashqlarni beradilar. Hammasi uyda qilinadigan mashqlar. Bemalol bajarsa bo'ladi. Shunday, bemalol bajarsa bo'ladi. Hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Faqat aytilgandek qilinsa bo'ldi. O'z vaqtida berilgandek mashq. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlarni yana bir bor tabriklayman. Shu kasallikdan qutulganlaringiz bilan. Sizlarga baxt, omad, bundan keyin endi qo'sha farzandlar tilayman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.